O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ipakchilik sohasini rivojlantirish bo'yicha taqdimot bilan tanishdi va yangi mexanizmlar ilgari surildi. Endilikda atigi 25-27 kun davomida ipak qurti parvarishlagan bitta xonadon 16-20 million so'm daromad topishi mumkin. Yangi tartibga ko'ra, mahalla ertaligining kollegial qarori asosida pilla yetishtiruvchilarga, ya'ni ipak qurti boquvchi va kasanachilarga pilla klasteri tomonidan to'lab berilgan mablag'ning 35% miqdorida subsidiya ajratiladi. O'rmon agentligi balansidagi yer maydonlarida tashkil etilgan tutzorlar hisobidan pilla yetishtiradigan kam ta'minlangan oila a'zolariga pilla kooperativi tuzish uchun 4 million so'm subsidiya beriladi. Ipak qurti parvarishlash uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalarni xarid qilish maqsadida kasanachilarga 3 yil muddatga bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha foizsiz sudda ajratish tizimi yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari 2026-yil 1-yanvardan boshlab urug'chilik korxonalarida ipak qurti urug'ini tayyorlash ishlariga jalb etiladigan har bir mavsumiy ishchi oylik ish haqining 50% davlat tomonidan kompensatsiya qilinadi. Biroq u mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 2 baravaridan oshmasligi lozim. Pillachilik klasterlari esa 2026-yil 1-yanvardan 2029-yil 1-yanvarga qadar pilla yetishtirish va saqlash uchun foydalaniladigan bino inshootlari uchun mol-mulk va yer solig'idan ozod etiladi. Eng muhimi, bu tashabbuslar avvalo kam daromadli va ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Qisqa muddat, aniq hisob-kitob, davlat ko'magi. Pillachilik endi nafaqat qo'shimcha, balki barqaror daromad manbaiga ham aylanadi.